Qaynota kelin muomalasi qanday bo'lishi kerak? Qaynota kelinini qay darajada hurmat qilishi yoki quldek ko'rishi kerakmi? Shu mavzuni tushuntirib bersangiz. Juda arzon mavzu ekan. Yaxshilab suv ichib olishimiz kerak. Bismillah. Qaynota bilan kelin ular bir-biriga abadiy nikoh harom bo'lgan kishilar hisoblanadi. Bir odam bir ayolga uylansa, o'sha ayol bilan turmush qursa, bir umrga uning otasiga shu kelin harom bo'ladi. Nikohlanish mumkin emas. Shuning uchun ular ya'ni juda ota boladek, otani qizidek bo'lmasa ham, lekin shunga yaqin holat hisoblanadi. Ya'ni qaynota kelinga go'yo otadek hisoblanadi. Ularning avvalo mahram munosabatlari, ya'ni bir-birlari bilan bo'ladigan munosabatlarga to'xtalsam. Kelin qaynotani oldida qanday ko'ynakda, qanday kiyimda yurish kerak? Bu endi sharoitga qarab bo'ladi. Agar qaynota sal suyuq bo'lsa, qo'pol qilib aytganda, nazari suqi chatoqroq bo'lsa, u ayol kelin uni oldida ko'proq ehtiyot bo'lish kerak. Imkon qadar yopiqroq kiyinish kerak. O'zi umuman qaynotani oldida ham, otani oldida ham masalan juda ochiq kiyinish mumkin emas. Endi qaynotani oldida aytaylik, orqadan ro'mol bilan yursa, agar fitna xavfi bo'lmasa, zarari yo'q. Lekin agar fitna xavfi bo'lsa, u ro'mol bilan o'zini ehtiyot qilish kerak, munosabatlarda o'zini cheklash kerak. Qaynota agar qaynotami, hatto aka-ukasi bo'lsa ham ayolga nisbatan yomon nazar xavfi bo'lsa, ayol to'sinishi kerak, o'zini olib qochish kerak. To'g'ri fitna bo'lmasin. Bu gapni men ta'kidlayotganimning sababi mana shu bu yil menga juda ko'p keldi mana shu shikoyat. Yigitlar keladi, dadam deydi, xotinimga deydi, har xil suyuq gaplar gapiryapti deydi. Yana bir ota-ona keldi. Ularning qizi kelin bo'lib tushgan ekan bir joyga. Qaynota yoshroq odam ekan. Podvalga olib tushib olib, kelinni sport bilan shug'ullantirar ekan, qarang. Sening ishing bor. Sport bilan shug'ullanmaslik bilan deydigan odam yo'q. Lekin axloqsizlik shu kelinni o'tiring, turing, va hokazo qilib shug'ullantirishgan ekan. Bir marta, ikki marta kelin tushunmagan, yosh qiz-ku. Keyin fahm etib qoldi. Keyin ish ajrashishgacha yetib borgan. Bunga o'xshash holat juda ko'p. Ustozimiz Shayx hazratlari bir kuni aytdilar, Alloh rahmatiga olsin, aytdilarki, mana shu hozir odamlar buzg'unligidan dedilar. Menga murojaat kelib tushdi. Ba'zi qaynotalar aytayapti ekan xotiniga. Xotiniga aytar ekanki, ya'ni uyda qaynona hisobda. "Av keliningga ayt, lozim kiymay yursin uyda." derkan. Ya'ni bu ham buzuqlikdan. Mana bu narsalar, mana bunaqa holatlar nihoyatda ayanchli. Bunaqa sharoitda kelin imkon qadar qaynotadan qochib yursin, ko'ziga ko'rinmasin. Mana nechta joyda bo'ldi, qaynotalar kelinga mana shunaqa tashlanib qo'ygan, keyin nikohga putur yetish mumkin. Shu joyda bitta masalani aytib ketaman men. Bu menga shaxsiy savollarga kelgan savol edi, bunga fursatdan foydalanib javob beraman. Musohara masalasi bor. Musohara masalasi mana qaynota bilan kelin, qaynona bilan kuyov o'rtasidagi munosabatlar. Mana shunda agar shahvat bilan bir-birlariga muloqot bo'lib qolsa, u nikoh buzilib harom bo'lib qoladi degan masala bor. Bu masalani ba'zi domlalarimiz juda qattiq oladi. Ba'zilar bunga beparvo. Aslida buni mo'tadil olish kerak. Bizning Hanafiy mazhabda bu musohara masalasi qattiq olingan, eng tor olingani biz mazhabda. Shunda ham ba'zi bir domlalar vahima qilganchalik qo'li tegib ketsanglar hamma yo'q harom bo'lib ketavermaydi. Yoki qarab qo'ysanglar. U bunday masala. Tana agar tanaga
shahvat bilan tegsa abadiy harom bo'ladi. O'g'ilga ham harom bo'ladi, o'ziga ham harom bo'ladi. O'ziga harom bo'lishi, o'z o'g'lini xotini bo'lgani uchun, o'g'liga harom bo'lishi bunga xotindaqa muomala qilingani uchun. Lekin bunda tanaga shundoq, masalan, ovqat berayotganda qo'liga tegib ketib qolsa, yoki bir tasodif peshonasidan o'psa masalan, uni o'zida emas bu. Bu tanaga teganda shart shahvat bo'lishi kerak. Endi shahvatning xavfi bor bo'lgani uchun ehtiyot qilinadi. Shundan uzoqroq bo'lsin deb. Ya'ni rag'bat bilan bo'lishi bu boshqa masala. Inson buni o'lchov qiyin emas. Masalan, balog'atga yetgan, oila qurgan odam buni oson tushunadi. Agar rag'bat bilan, ya'ni ishtaha bilan tanaga tegsa, tamom, unda shu musohara masalasi ko'tariladi. Nikoh abadiy harom bo'ladi. O'g'ilga ham harom bo'ladi, o'ziga ham harom bo'ladi. Endi nazar ma'nosida-chi desa, nazar ma'nosida masalan yuziga qaradi, qo'liga qaradi, boshqa bo'ldi. Bu masala ancha ixtilofli joylari bor. Lekin eng keng joyda shu jinsiy a'zolarga qarash masalasiga borib taqaladi. O'sha jinsiy a'zolarga qaraydigan darajada agar shahvat bilan qarash holatda yuzaga kelsa, bunda ham nikoh buziladi. Endi bu masalan kamyob bo'ladigan holat. Lekin masalan kelinni o'ziga oddiy uy kiyimida yurgan paytda agar qaynotaning nazari agar o'ynab qolsa, bu bilan nikoh buzilib ketdi deyilmaydi. Lekin shuni oldini olish kerak. Baribir ehtiyotini qilish kerak. Xususan hozirgi fasod zamonda mana erkakka uylanaman deb, ayolga turmushga chiqaman deb, opa-singil, aka-singilga o'rtasida buzuqliklar bo'layotgan paytda, bu fitna zamonda imkon qadar bu munosabatlarda hushyorlik kerak. Ayol kishi o'zini ehtiyot qilishi kerak, erkak kishi nafsini tiyib o'zini ehtiyot qilishi kerak. Ularning munosabatlarida yomon narsalar, yomon hayollar aralashmasligi kerak. Demak, qaynota bilan kelin o'rtasidagi munosabatda eng birinchi shart mana shu ularning o'rtasidagi rishta ota qizlikka o'xshash umuman noto'g'ri hayol aralashmagan sof bo'lishi lozim. Agar bunga qodir bo'lmasa, qaysi bir tomon, ikkinchi tomon o'zini olib qochsin, o'zini ehtiyot qilsin. Hatto o'zining qiziga ham. Masalan, o'zining qizini o'pgan paytda agar o'zining qizini quchoqlab o'psa, unda agar o'shanaqa qo'zg'alish xavfi bo'lsa, yaqinlashmasin. Lekin ko'nglida unaqa narsa yo'q, xayoliga ham kelmaydi. O'zining qizi peshonasidan o'padi, yuzidan o'padi. Yuzidan o'pish yaxshi emas, peshonasidan o'padi, qo'lidan erkalatib o'pishi mumkin. Zarari yo'q. Illo fitna xavfi, ya'ni bo'lsa shahvatga berilgan odamlardan har birovni kutsa bo'ladi. Unda bo'lmaydi. Shuning uchun bizning fuqarolarimiz aytganlarki, mahram masalasida ham deganlar. Mahram nomahramni farqiga bormaydigan aka-ukalardan ehtiyot qilinadi. Misol uchun Burhoniddin Marg'iloniy aytganlar. Ayol kishi hajga borishi uchun mahram lozim. Mahrami topilsa, yo'lga imkoniyat bo'lsa, unga haj farz bo'ladi. Illo o'sha mahrami majusiy bo'lsa, unaqa emas degan. Aka-ukasi bo'lsa, akasi-ukasi olib borib kelaman hajga opa, singil deyapti. O'zi ham borishga imkoniyat bor. Unga haj vojib. Lekin ana bu aka yo uka majusiy. Unda vojib bo'lmaydi degan. Nega desa, majusiylar opa-singilning nikohini harom demaydi, bilmaydi. Shuning uchun mana shu ma'noda, ya'ni opa-singilni harom deb bilmaydigan, kelinni harom deb bilmaydigan buzuq odam bo'lsa, umuman undan to'silish kerak, qochish kerak, ehtiyot bo'lish kerak. Bu hazilakam gap emas. Lekin hali qizini boshini ushlasa, tanasini issig'ini sezsanglar, onasi harom bo'lib qoladi degan gap bu mubolag'a bu. U shar'iy hukmda bunaqa yengil qaralmaydi. U tanasini sezsa degani shahvat bilan quchoqlab tanasini sezsa, tanasini issig'ini sezsa. Endi u o'zining qizidan mana shunaqa narsani umid qilish endi bu juda bir buzuq holat, Alloh o'zi asrasin. Lekin shahvatga berilgan insonlardan hamma yo'lni kutsa bo'ladi. Mana shu buzuqlik, bemaza shahvatga oid
fahshga oid narsalar yoyilsa, insonlar tabiati buzilib ketadi. Bunday buzuq tabiat bo'lgan paytda o'sha unaqa odamlar bilan muloqotda albatta ehtiyot bo'lish lozim. Endi qaynotaga kelinning hurmati masalasi, qaynonaga kelinning hurmati masalasi bu alohida masala. Bu mahramlikdan alohida masala. Hozirgi kunda mana shu 2 kun ichida men oldimga kelgan oilaviy mojarolarning bir nechtasida asosan shu qaynota qaynonaga kelin bilan kelinning munosabati borasidagi mojaro ko'tarilib kelyapti. Ba'zi bir kelinlarimiz qaynotaga xizmat qilish vojib emas, qaynonaga xizmat qilish vojib emas ekan, meni majburiyatim emas ekan, men bunga majbur emasman degan da'vo bilan da'vodan kelib chiqib eriga bosim o'tkazyapti. Mana shu kelgan murojaat qilgan yigitlar aytayaptiki, xotinim ketib qoldi deyapti. Ha desa, ota-onam bilan yashamayman. Yo o'rtaga devor tort, yo boshqa uy olib ketasan, keyin yashaymiz. Bo'lmasam sen bilan ajrashaman. Ish shungacha yetib boryapti. Asli shariatda qanaqa? Muhtaram azizlar, shariat o'zi asli sizlarga bir so'z bilan aytsam, islomiy oila haqiqiy islomiy oila. Bu zamonaviy musulmoncha oila, bu aralash-qo'ralash, bu yaxshisi ham yomoni ham bor. Lekin haqiqiy islomiy oila bu siz bilan bizni bobo buvilarimizni, momolarimizni oilasi. Hech eshitganmisiz bobolaringiz, momolaringizdan shu haq talashib, mana bu menga vojib emas, bunisi menga vojib ekan, unisini qilaman, bunisini qilmayman. Eshitganmisiz shunaqa gapni? Yo'q. Oila shunaqa bo'ladi. Islomda oila shunaqa bo'ladi. Shariatda huquqlar bor-ku, huquqlar bor. Oila xotin huquqi bor. Lekin u oila har kundalik sharoitda, uy sharoitida muhokama qilinmaydi. U qozining mahkamasida gaplashiladi. Ish zulmga borayotgan paytda ko'tariladi. Lekin oddiy hayot tarzida mana u menga vojib, bunisi vojib emas, bunisiga majburman, bunisiga majbur emas ekanman degan gap ketmaydi. Balki xotin bir-biriga yondashib, bir-biriga sukunat baxsh etishi, bir-biriga aytaylik muruvvat bilan yashashi lozim. Shuning uchun ulamolar aytadilarki, xotinlik aloqalari huquq ustiga emas, muruvvat ustiga quriladi. Lekin Yevropada ko'tarilgan haligi egoistik, ya'ni inson o'z manfaati uchun asosiy, o'z manfaati uchun yashash tushunchasi ortidan nafaqat xotin, balki ota bilan bola o'rtasida ham, ona bilan bola o'rtasida ham hamma narsa huquqiy tartibga solinishi yo'lga qo'yilgan. Ularni jamiyat o'z holiga. Biz masalan ularni sharoitini boshqani biz muhokama qilib tanqid qilmoqchi emasmiz. Lekin hayotga qaraylik. Masalan hozir ba'zi bir mamlakatlarda otasini sudga berish oddiy hol bu. Lekin bizda shu ishni birov qiladimi? Qilmaydi. Otasini ham sudga beradimi? Qanaqa beodoblik deysiz, to'g'rimi? Aslida xotin ham shunaqa. Xotin ham bir-birini sudga beradigan ish bo'lmagan. Ular yo o'zaro kelishib yashashgan, yo yaxshilikka ajrashishgan. Bir-biridan haq talashib sudga berib yurish degan masala o'zi asli bizni islom olamida bu oldinlari kuzatilmagan, illo nodir holatlarda shu ish zulmga yetgan paytda qilinadi. Lekin oddiy oilaviy munosabatlarda ular bir-biriga ehtirom bilan, bir-birlarining haqqini ado etish bilan hayot kechirishlari kerak. Haq huquqlar qanday bo'ladi? Haq huquqlar xotin haq huquqini o'qiganda o'zini burchini, xotinning haqqini, xotin o'zini burchini, erning haqqini o'qish kerak. Teskari hozir o'zini burchini o'qimaydi, haqqini o'qiydi xolos. Keyin haq talashadi. Haq talashish ustiga oila qurib bo'lmaydi. Negaki hech qachon inson bir-birining haqqini to'liq ado qila olmaydi. Haqni o'rganasiz ado qilish uchun. Burchini o'rganasiz bajarish uchun. Mana shunda to'g'ri munosabat bo'ladi. Ana shu munosabat bilan yondashganimizda qaynota qaynonaga xizmat qilish bu xotin bir-birini ahllarini hurmat qilish sarasiga kiradi. Xususan bizning sharoitimizda o'g'ilni kim uylaydi? Ota-ona uylaydi. Ha? Ota-ona 18 ga kirgan, 20 ga kirgan o'g'lini darhol kelin bo'lsin, uyimga kelin kelsin deb yaxshi niyatlar bilan, orzu havaslar bilan o'zi qurgan uyga o'g'lini uylaydi. O'g'illar odatda 20-25 yoshda hali qo'lida puli ham hech narsasi bo'lmaydi. Ota uylaydi uni. Endi qarangki, ota-ona uylarkan, hamma yo'g'ini ado qilarkanda
Endi to'ydan keyin u ota-ona pufasasi bo'lib qolar ekan. Adolatdanmi? Hech ham adolatdan emas. Mana Misrliklar 40 ga kirsa ham uylanolmay yuribdi. Ota-onasi uylanmagani uchun o'zi uylandi ekan. Shu o'zi pul topib, o'zi uy topib uylanguncha 40 ga, 45 ga, 50 ga kirib ketyapti. Ana o'shanaqa bo'lsa, unda endi qaynotaga xizmat qilmayman desa, sal yopishsa kerak. Lekin bizda ota-ona farzandlarini oila bag'rida o'stirib, ularni uylab joylamaguncha ko'ngli tinchimaydi. Shu muruvvatni qilgan ota-onaga xizmat qilish kerakmi, yo'qmi? O'sha o'g'ilni 25 ga kirgizib, tarbiyalab, pul topadigan qilib, yaroqli qilgan kim? Osmondan tushmagan-ku. Ota-ona. Ota-ona shu yigitning ota-onasi. O'sha uchun ham unga hurmat qilinadi. Ularga hurmat, izzat, ehtirom ko'rsatiladi. Ularga qilinadigan xizmat Rasululloh akram alayhisolatu vassalomning hadislarida kelgan Imom Termiziy aytganlar. Kim yoshi katta, yoshi ulug' kishiga xizmat qilsa, Alloh uni o'sha yoshga yetganida unga xizmat qiladiganlarni keltirib qo'yadi deganlar. O'sha qaynota-qaynonaga xizmat qilayotganlar kelinlardan, farzandlardan inshaalloh o'sha izzatni topadi degani bu. Va hadisdan yana shunday ma'no olinadiki, deydi ulamolar. Yoshi katta odamlarga xizmat qilgan kishining umri uzun bo'ladi. Barakali bo'ladi. Va bu bizning qadriyatimiz, an'anamiz bo'lgan mana shu oilaviy demak ham jihatlik, katta oila bo'lib, oilada kattalar bosh bo'lib, endi har mayda-chuyda ishga aralashmaydi ular. Katta ishlarni ularni maslahati ostida qilinib, ularga yoshlar xizmat qilinish, bu nihoyatda go'zal munosabat. Buni hech qachon buni yo'qotib bo'lmaydi. Faqat kattalar ham insof qilish kerak. Kattalar endi zulm qiladigan darajaga bormasligi kerak. Shuning uchun ota-onaga, qaynota-qaynonaga xizmat qaysi darajada qilinadi? O'zining joniga, moliga, farzandlariga, ularning tarbiyasiga zarar keltirmaydigan doirada kelinlar qaynota-qaynonalarga xizmat qilishlari kerak bo'ladi. Mana shu to'g'ri yechim. Endi agar yo'q, men xizmat qilmayman desa, endi uni erkak majburlay olmas. Lekin buni yomon oqibatlari bir necha jihatdan bor. Xulosa qilib aytganimizda qaynotalarga, qaynonalarga ehtirom qanday masalan? Eringizni ota-onasi sifatida hurmat qilasiz. Yosh kattalarni hurmat qilish kerak-ku. U erni ota-onasi xonadoningizda bo'lib ham, uni xonadoniga siz kelin bo'lib tushgan bo'lsangiz, yanada o'sha ehtiromga haqli. Lekin bu degani kelinga xohlagan zulmini qilsa bo'laveradi. Xohlagancha uni masalan xo'rlasa bo'laveradi degani ham emas. Ikki tomon ham bir-biriga ehtiromda munosabatda bo'lish kerak. Bir-birlariga ikki tomon ham go'zal axloqda bo'lish kerak. Kattalar yoshlarga bu borada namuna bo'lish kerak. Biroz bag'rini keng qilish kerak. O'zini qiziga ravo ko'rgan narsani ravo ko'rish kerak kelinga ham. Va uni tarbiya qilish kerak. Kelin ham o'zini ota-onasini hurmat qilgandek qaynota-qaynonasiga o'zaro ehtiromda bo'lishi lozim. Xullas kalom muhtaram azizlar, Rasululloh akram alayhisolatu vassalom aytganlarki, eng yaxshi muomalangga birinchi bo'lib xonadoningdagilar haqli. Bu hammaga tegishli gap. Erga ayol, ayolga er, qaynotaga, qaynonaga kelin, kelinga qaynota, qaynona. Umuman eng yaxshi munosabatimiz bu o'zimizga eng yaqin bo'lgan kishilardan bo'lishi kerak. Mana shu qoidani unutmasak, har tomon ikki tomon ham bir-biriga bag'ri keng bo'lsa, bir-biriga ehtiromda bo'lsa, bir-biriga nisbatan shafqatda bo'lsa va fursat berish bilan masalaga yondashilsa, hammasi go'zal bo'ladi. Ko'pincha shu shoshib, hozir shuni hal qilaman, hozir shuni yo buyali qilaman deb ishni buzishadi. Keyin afsus qilishadi. Qo'y bering. Kelin gohida sal toyiladi, sekin tarbiya qilasiz. Qaynota qaynona gohida tushunmasdan hatto gapirib qo'yadi. Vaqt o'tish bilan u ham joyiga tushadi. Vaqt, fursat bilan, hikmat bilan ish qilinishi lozim bo'ladi. Bizning bu gaplarimiz kimgadir yoqmasligi mumkin, kimgadir endi shariatda undag'u deyish mumkin. Shariat muhtaram azizlar. Shariat voqelik bilan hisoblashadigan shariat. Islom shariati u mana shu bor gap shu, dunyoning hamma joyida mana shunda amal qilasan demaydi. Shariat majbur qilgan joylari bor,
qat'iy kesgan joylari bor, ochiq maydon qilib qo'yib qo'ygan joylari bor. İnsanların urfiga qo'ygan joylari bor. Mana shu oilaviy masalalarni juda ko'pini shariat urfga qo'ygan. Urfda bor narsalar qabul qilinadi shariatda. Xuddi savdoni singari. Nega uni qattiq kesib qo'ymagan desa, chunki jamiyatlar har xil. Islom hamma jamiyatga yarash kerak. Faqat arabniki, o'zbekniki, tojikniki yoki aytaylik armanniki bo'lmasligi kerak. U butun bashariyatga yarash kerak. U ming yillar shakllangan ijtimoiy ba'zi bir tushunchalar, dunyoqarashlar bor. Ularni shariat albatta islom ularni hisobga oladi. Zulm bo'lgan joyini kesadi, zulm bo'lmagan joyda o'zaro kelishinglar deydi. Shuning uchun oilaviy munosabatlarda fuqarolarimiz aytganlar, Imom Qurtubiy ibn Hajar Asqaloniy rahmatullohi alayhidan gaplari bor. Uy ishlarida ayolning vazifasi urfga qarab bo'ladi deganlar. Agar qishloq sharoitida molga, qo'yga qarash ham ayolning vazifasi bo'lsa, ayol shuni qilishi kerak deganlar. Shaharda unaqa vazifa yo'q ayollarda, u shaharliklarga u shart emas. Lekin uyning ishini qilish unga vojib, lozimmi? Urfda vojib bo'ladi deganlar. Endi hammasidan oshib tushib, xususan hammasidan oshib tushganda ayol erga itoat qilishi vojib. Rasululloh akram alayhisolatu vassalom aytganlar, ayolning zimmasida eng haqqi ko'p inson eri deganlar. Ota-onasini haqqidan ko'ra erining haqqi ko'p bo'ladi. Qiyomat kuni birinchi erkak ota-onasini namozdan keyin insonlar haqqi ma'nosida ota-onasini haqqidan so'ralsa, ayol insonlar huquqidan so'ralganda birinchi erining haqqidan so'raladi. Chunki eng haqqi ko'p inson eri hisoblanadi. Ana shu ma'noda erga itoat ma'nosida ham qaynota-qaynonaga yaxshi munosabatda bo'lish kerak, lozim. Va bu inshaalloh o'zaro munosabatlarimizda, kelajagimizda nihoyatda yaxshi bir manfaatga sabab bo'ladi. Agar hamma bitta o'zini o'ylab yashashga o'rgansa, borib mana hozir ko'p jamiyatlar, hatto musulmon jamiyatlarda ham juda bir ayanchli holatlar ko'p. Bizni qarindoshlar Turkiyada turdi. Turkiyada hali ba'zi bir oilalarda mana biz o'zbeklar borib yoki boshqa turkmanlar borib xizmat qilyapti. Kimga xizmat qilyapti desangiz, qariyalarga xizmat qilishyapti. Juda ko'p. Bizga savol beryapti ham. Nimaga desa, shu qariyani 4 ta bolasi bor, 3 ta bolasi bor, lekin qaramaydi. Nega? Xotin aytadiki, men deydi ota-onangiz bilan yashamayman, unga xizmat qilmayman deydi. Boshida ha bo'pti deydi, alohida ish qilib kelib ketib yuradi erkak. Keyin oradan vaqt o'tib, hali ikkita xotinli odamga o'xshab, yoqqa borib charchab qolib, keyin qarasa, bu yerda bolasi bor. Hali u bolasi bu kamda aytadi, hali unisi bu kasal bo'ladi. Borib ota-ona qolib bola bilan band bo'ladi. Keyin nima bo'ladi? Ota-onaga aytadiki, dadashga, mamashga deydi, papashga deydi, sizga pulni bersam, soqqani bersam, xizmatkor bo'lsa shu qarab tursa deydi. Aytayaptiki, mana shu bizni qarindoshlar, bir turk ayoli bilan gaplashib o'tirsam, qo'shni deydi. Endi hijobdagi ayol juda zerikadi, yosh katta ayol deydi. O'g'lim ko'rganimga 5 oy bo'libdi, qizim ko'rganimga 2 oy bo'libdi. Telefon qilib turadi gohida, hech bo'shamaydi bular deb turib o'zi e'tirof etyaptiki deydi. Endi biz ham yoshlikda shunaqa qilganmiz-da ota-onamizga, shunga shunaqa bo'lyapti. Kerakmi shu? Borib qariyalar uyi to'ladi xolos. Yosh keksaygan paytda ota-ona farzandlariga qilgan mehnatini bir rohatini ko'rib yashash kerak u. Ozmaz ba'zi bir tirtin-sintiq idish tovoni achchig'ini deb bu qadriyatni yo'qotib bo'lmaydi. Uni o'rniga kattalarga agar haddan oshsa aytish kerak. Ta'sirlar juda chegaradan chiqmanglar. Zulm bo'lmasin. Mehribon bo'linglar. Yo'lga solinglar. Va lekin mana bu munosabatlarimiz, qadriyatlarimiz ehtiyot qilinishi lozim. Va men bu gapni biroz cho'zib bo'lsa ham gapirayotganim sababi qalbimizdagi dardlardan biri hisoblanadi. Hozir sezilmasdan kirib keladi bu. Boshlanganda sezilmaydi. Xuddi yengillikka o'xshaydi. Bir yigit keldi. Qaysi bir domlaga borib, shu xotinim ota-onangga xizmat qilmayman, ota-onangning mehmonini kuzatmayman deyapti. Men bunga majbur emasman deyapti. To'g'rimi desa, domla aytibdiki, to'g'ri debdi. Lekin men aytdimki, hayotda faqat farzni bajarib yashash kerakmi? Nima degani bu?
Nima hayotda faqat vojibni bajarib yashash kerakmi? Nega sunnat, nafl, nega biz mustahab amallarni ham qilamiz? Chunki hayotning go'zalligi, farzlarning himoyasi va yana ko'p manfaatlar sunnat, mustahablarda o'zi ko'rinadi. U farz Alloh vojib qilgani, undan qilmasang chatoq bo'ladi. U ustun. Lekin siz ustunlik uyda devor ichida yashamaysiz. Uyingizni bezaysiz, qulaylashtirasiz. Qulaylari mustahab, nafl, sunnat amallar. Mana bu oilaviy munosabatlarda ham vojib bo'lmagan, lekin sunnat, mustahab bo'lgan munosabatlar nega u inkor qilinishi kerak? Nega bu bo'lmasligi kerak? Nega uni vojib bo'lmasa tashlash kerak? Aytdimki, erga aytdimki, agar siz buyursangiz vojib bo'ladi. Buyurmasam-chi deydi. Ha, buyurmasang buyurma. Men aytdimki, keyin ketib indinga farzandlardan ham shu oqibatni kuting bo'lmasam. Shunaqa deyapman, xotinimga tushuntira olmayapman deydi. Yana aytadiki, onasi, bolam men sendan ko'p, men qaynotaga aytamiz. Nima talab qilasizlar o'zi sizlar desam, endi shunday ko'chadan kelsak, assalomu alaykum, yaxshi keldingizmi degan gapni kutamiz. Qo'limda narsa bo'lsa ishlayman, yoshim katta bo'lsa ham narsamni olishni xohlayman. Dasturxonda o'tirganda bundoq ovqatni bizdan boshlab, choyni bizga uzatish kerak ham birinchi. Tapir bolasidan boshlab ovqat berib, choy uzatmasdan taq etib dasturxonga qo'yib qo'yadi. Qanaqa qiliq bu? Deyapti. Desa ona. Endi mayli, onasini boshqa ishlari ham bo'lsa bordir. U o'z yo'liga. Kuyov aytadiki, o'g'il aytadiki, endi aya deydi, sizda ham ancha-muncha bor deydi. Menga aytadiki, domla siz deydi, xotinim eshitishsiz kerakda, faqat ayam eshityapsiz hozir deydi. Behozirmi? Bo'lgan 3 kun oldingi hodisa shu. Aya endi domla siz deydi, ota-onam eshityapsiz deydi, xotinim ham eshitishsiz kerakda siz deydi. Olib keling, eshitamiz dedi. Eshitamiz. Ajablanib ketyapsiz. Shunaqa farzandlar bormikan deb bor ekan. Yo'q, sizlar biz xalq ichida yurgan odammiz, biz bilamiz. Biz oldimizga masalan men masjidda agar 10 soat o'tirsam, 10 soat odam tinmaydi. Kiraveradi, chiqaveradi. U o'sha 10 soat ichida nechta xil odam bilan gaplashamiz-da. Juda bu narsani muammosi katta, juda borgan sari kattalashib boryapti. Endi men aytdimki, yigitga siz xotiningiz bilan yashashga rozimisiz? Hozir olib chiqib keting. Nima qilasiz? Yo'q, endi bular kirgizmayapti-da xotinimni deydi. Endi sizni xotiningiz bularga xizmat qilishga majbur bo'lmaydi-yu, sizni xotiningizni qabul qilishga bular majbur bo'ladi. Ular ham majbur emas. Bu noto'g'ri narsa. Mana shu oddiy mana shu qozon tovoqdan chiqqan janjal mana shu darajaga yetib boradi. Kattalarga biroz bag'ri keng bo'lish kerak. Ular injiq bo'lib qoladi yosh bolani singari. Katta bo'lib biz ham shunaqa injiq bo'lamiz. Ikkinchisi, ikki osh shirin gap bilan hamma narsa bitib ketadi. Juda ko'p. Bo'ldi oyijon, bo'ldi otajon. Xo'p bo'ladi bilan bitib ketadi. Lekin nafs qo'ymaydi-da. Nafs qo'ymaydi. Nafs unamaydi. Shundan ish buziladi. Albatta kattalar ham kelinlarga go'zal munosabatda bo'lishi, ularning xatosini shafqat bilan to'g'rilashlari kerak. Har narsadan qiyg'idan ayb topmasligi kerak. Bunaqa vaqtda erkak kishi, kuyovlar, mana shu kuyovlarga ham nasihat. Aql hushi joyida qarori bo'lish kerak. Kim nima desa ketavermasdan o'zini kallasi bo'lish kerak, o'zini ilmi bo'lish kerak. Xullas kalom mana shu oilaviy munosabatlarni Alloh nasib qilsa men niyatim bor. Har bittasini dalillar bor, shariatda dalillari bor. Biz gaplarni hozir men dalilini bitta sanab o'tirmaganim bilan hammasini dalili bor. Shariatda qazoan vojiblar bor, diyonatan vojiblar bor. U ba'zi bir fiqhiy kitoblardagi gaplar qazoan vojib, qazoan masalalar ular. Qazoiy masalalar, diyonat masalalarida yana boshqa gaplar bor. Sahobiyalarning hayotlarini oling. Sahobiyalar bizni qishloq ayollarimiz kabi hayot kechirishgan xuddi. Erini mol qo'yiga qaragan, otiga qaragan, yem-hashayiga qaragan, dalasiga qaragan. Rivoyatlarda to'lib yotibdi. Rasul akam alayhisalom hech ham inkor qilmaganlar. Nimaga ayollarga zulm qilib boryapsizlar? Bular sizlarni qo'yinglar, molinglarga ham qarayapti. Xizmatkor olib beringlar demaganlar. Ba'zi bir bilimdonlar hozir hamma gapni chuvyapti shunda ham. Unaqa gap yo'q hech qayerda. Xizmatkor olib beriladi malikalarga u. Uyda xizmatkor bo'lgan oilada katta bo'lgan qizga
Uylangan odam endi undan uy ishini talab qilishi noto'g'ri degan fuqarolar. Nega desa, uy ishini qilib o'rganmaganda u. Chidasa olsin ekan. Mana. Chidasa olsin, chidamasa katta ko'cha. Endi agar kelin rozi bo'lib, yo dadachisi men sizni yaxshi ko'rib qoldim. Yoki yigit men sizni yaxshi ko'rib qoldim, menga kerak emas xizmatkor desa, hech kim unga xizmatkor olib bersin degan majburiyat qo'ymaydi. Endi ba'zi bir kishilarimiz mana xizmatkor olib berish uchun vojib ekan deyapti. Hech ham unaqa gap yo'q. Xotin nima qiladi? Uyda ishini qilmasa. Nima qiladi? Kirini yuvmasa, ovqatini qilmasa, bolasiga qaramasa, emizgani pul olish masalasini ham noto'g'ri talqin qilishadi. Mana nimani o'qinglar. Muhammad ibn Mahmud Usturshanining kitobini o'qinglar. Ahkom-us Sig'orda bor. Ayol talog'ini olsa keyin emizganiga haq olishga haqqi bo'ladi. Lekin nikohda turgan erdan emizganiga haq olishga haqqi yo'q. Lekin bizda umumiylashtirishadi shuni ham. Muhtaram azizlar, bizning fiqh ham juda odamlar o'ylagandaqa adolatsiz emas. Faqat erkakni eshak qiladigan. Faqat xizmat qiladi, kuchi halol, go'sh harom. Hech unaqa fiqh yo'q. Bizning fiqhimiz adolatli. Faqat uni chala o'qiganlar noto'g'ri talqin qiladi. Erkak o'zining vazifasini qiladi, erkaklik maqomida turadi u. Uni erkaklik maqomidan tushirish noto'g'ri. Ayol izzat ikromda bo'ladi, u xizmatda bo'ladi, vazir bo'ladi. U ena bo'lib, u katabi bo'lmaydi darrov erga. Bizda juda munosabatlarni chalkashtirib tashlashgan. Er xotinlik munosabati avvalo mehr, muhabbat, ehtiromda bo'ladi. Va mana bunga o'xshash haqlar masalasida ham, hatto nafaqa masalasida bor. Endi men ba'zi bir fiqhiy gaplarni aytgimiz kelmaydiki, ba'zi bir lo'tash qo'shtirnoq ichidagi yigitchalar uni suiiste'mol qilib ayollarimizga zulm qilib qo'yadi deb aytmaymiz. Ayollarimizni o'zi ehtiyot qilganimizdan. Lekin ayollar u ba'zi bir masalalarni suiiste'mol qilishi noto'g'ri. Qul bo'lishimiz kerakmi, undan bo'lishimiz kerakmi? Deb mana hozir ba'zi savollarda keladi. Qul bo'lish kerak emas, lekin ehtirom qilish kerak. Ota-onaga hurmat bo'lish kerak, qaynotaga hurmatda bo'lish kerak. Kuyov ham hurmatda bo'lsin. Kuyov ham xotinini ota-onasini xuddi o'zini ota-onasiga ehtiromni xotinidan kutgandaqa o'zi ham hurmatda bo'lsin. Mana shu to'g'ri yo'sin, to'g'ri demak muomala munosabat hisoblanadi. Ayollarimizning huquqlari shariatda nihoyatda baland, erkakning haqqi ham nihoyatda baland. Men aytamanki, mana shu masalalarda ayolga vojib vazifalar bor, to'g'ri. Lekin shariatda yozib qo'yilgan, mana hamma kitoblarimizda bor. Ustoz Shayx hazratlarining kitoblarida, Baxtiyor oilada ham bor. Erning shariat doirasidagi buyrug'iga itoat qilishi vojib. Bu nima degani? Haromga buyursa itoat qilmaydi. Joniga zarar, moliga zarar bo'lgan paytda itoat qilmaydi. Undan boshqa vaqtda itoat qiladi. O'zi qachon itoat kerak bo'ladi? U Alloh vojib qilgan narsa, u shunday ham vojib u. U vojib bo'lmagan narsani er aytganda itoat qiladi, keyin itoat bo'ladimi? Masalan, Alloh farz qilgan namoz. Er namoz o'qi desa, u erga itoat emas, u Xudoga itoat bo'ladi. Alloh shariatda farz qilgan vazifa, ayolning vazifasi. Er uni aytsa, unga u erning buyrug'i emas, u Allohning buyrug'i. Erga itoat qachon ko'rinadi?